Hop, bismillahirrahmanirrahim. Boya aytdik. Mana bu orqamizda tog' mana Uhud tog'i. Uhud tog'i desang keladi. Uhud tog'i deydi. Buni oladi. Uhud desa bo'ldi deydi. Bitta Uhud deb qo'ysa. Mana bu tog'ning nomi Uhud tog'i. Uhud degan nima degani? Kim aytadi? Ha? Yakka degani. Yakka degani. Nimaga yakka bu? Bu tog' yo'qmi boshqa tog'? Bor tog', mana tog', mana tog' desa, bundan ajralib hammadan ajralib turgan yakka tog' bo'lgan. Bu bitta. Bo'lib ham jannatdan tushirilgan yakka tog' bo'lganligi uchun bu ikkita. Yakka deyiladi. Bo'lib ham tog'larning ichida musulmonlarni yaxshi ko'radigan tog' mashtoq. Rasululloh aytdilarki, Uhudun yuhibbuna. Uhud bizni yaxshi ko'radi. Biz ham uni yaxshi ko'ramiz deganlar. Payg'ambarimiz yaxshi ko'rgan narsani biz ham nima qilamiz? Yaxshi ko'ramiz. Hatto Uhud biz seni yaxshi ko'ramiz deb aytaveramiz toqqa. Chunki u demak ancha-muncha moddada nima bor ekan, hissiyot qanchadir bo'lar ekan. Ba'zi shopirlar mashina toychog'im desa, ha bo'ladi. Yo'q, o'zi bor narsa ekan. Ancha-muncha modda, ancha-muncha narsalar ham Alloh taolo bergan, birisi eshitib qolishi yoki birisi qilib qolishi mumkin ekan, bor narsa ekan. Yoki farishtalar shunga yarasha birisi berishi, baraka berishi Alloh izni bilan mumkin ekan. Shundanlik Uhud tog'i uzunligi 12 kilometr. Uzunligi aşağıdan mayaqacha 12 kilometr. Eni 3 kilometrdan boshlab 7 kilometr. Ba'zi joylari 7 kilometr edi. Nimaga buni aytyapsan siz? Haramda janoza o'qiyapmiz-a? Har namozdan keyin. Iloji boricha har namozdan keyin bo'lyapti. Har bittasiga mashincha savob olasiz. Tasavvur qilyapsizmi? Uhud tog'ichalik savob hadisda bor. Chunki mayyitni oxirgi safarida bu bizi ustimizdagi oxirgi haqqi mayyit. Janoza o'qib qo'yishimiz. Janozadan maqsad nima? Duo. Buni haqqiga duo qilamiz. Alloh buni kechir. Alloh buni kechir, mag'firat qil, gunohini o'chir. Buyoq oxirat obod bo'lsa, endi yordam berib bor. Biz shunchamiz turibmiz, deb qo'limizdan kelgancha senga topshirdik. Mayyit degan duoda qilamizda bizchi. Asha haqqi uchun Parvardigor bizga mashincha savob beradi. Kim uni olib ergashib borib baqiyaga ko'msa yoki yurtimizda qabristonlarga borib ko'msa, yana shunchalik savob beriladi. Uhud tog'ida boya aytganimizdek Payg'ambar alayhisalom Madinadan chiqib kelar ekan, Quraysh qabilasi mana bu maydonga joylashgan mana. Orqaga turibdi bu maydon. Mana shu yerda Quraysh bo'lgan hammasi. Mana shu maydonga Quraysh qabilasi joylashgan. Payg'ambar alayhisalom qarasa ular kelib joylashib bo'libdi. 3000 ta odam. Yo'lda kelib may kelganda munofiqlarni odamni ko'rib, munofiq odam qo'rqib, nima qildi? Qaytib ketdi. 300 ta odam qaytib ketib qoldi. Xotinlarni qolib ketdi. Biz qaramasak bo'lmaydi degan bahona bilan 600 ta odam qoldi. Nima 670 qancha ham. 300 ta odam qaytib ketdi. Payg'ambar alayhisalom mana ko'ribdi xurmo bog'lar. Ashu xurmo bog'lari oralab, mana o'tib narigi betda yo'q shahidlar maqbarasi turibdi-yu. Ashin nandirog'iga kelib joylashdi. 1000 ta askar. 700 ta qoldi. Qarasa, lashkarni o'rganib chiqdi. Lashkarda 200 ta ot bor ekan, Xolid ibn Valid boshchiligida adilni kutib turishdi. Rasululloh payqadi, bular orqa tomondan urmoqchi ekan. Deb turib, hozir sizlar turgan bu tog'ning nomi nima? Yo'q, bu kamonchilar tog'i. Uhud mana. Bu tepalikning nomi bu tog' kamonchilar tog'i. 50 ta kamonchini Payg'ambar alayhisalom shu yerga joylashtirganlar. Hozir bu yerda 50 ta kim turibdi? Fotograflar turibdi. Hamma o'zi tavba, zamonlar aylanib o'zgarib qo'yapti. Zamonlar aylanib bu yerda faqat kamonchilar Rasulullohning ishga turgan, jonini beraman deganlar turgan bo'lsa, zamon bir aylanib o'rniga kamonchilar bo'lib qoldi endi. Subhanalloh. Xullas 50 ta sahobani Payg'ambar alayhisalomga joylashtirdilar. Aytdilar, yutsak ham, yutkizsak ham ustimizdan kelib boshimizdan qushlar cho'qsa ham jilmanglar joylar. Iltimos jilmanglar. 3 marta 4 marta ta'kidlayapti, jilmanglar. Sizlar vazifangiz shu bizni himoya qilish. Nariyada boshlandi, muboraza boshlandi.
Ya'ni arablar eskitdan yakka-makka olishi bilan boshlab ko'rishadi. Kuchni nima qilish uchun? Sinab ko'rish uchun. Birinchi bo'lib nari kofirlardan eng katta pahlavonni olib kelishdi. Chunki Badrda yutkizib qo'yishdi-yu. Ashin kuchliroqni olib kelamiz deb olib kelishdi. Ansorlar. Madinaning nomi nima edi? Ansorlar. Ansorlar nima degani? Yordam. Aynan ketdi. Yordam beruvchilar, moli bilan, joni bilan, uyi bilan, vatani bilan yordam ber ansorlar nomini olgan. Alloh taolo Qur'on Karimda val ansor, ansorlar deb Qur'on Karim ko'p aytgan. Alloh yo'lida yordam beruvchilar ansorlar deydi. O'sha ansorlar payg'ambarimizni Makkadan olib kelayotgan paytda bay'at berishgan, lafz berishgan. Xotinimizni, molimizni himoya qilgandek himoya qilamiz siz deyishgan. Mana o'sha kuni himoya qiladigan paytimiz keldi deb turib bular qattiq qatnashgan. O'sha jangda mana o'sha maydonda bitta ansorlar chiqdi, hali odam buni shahid qilib qo'ydi. Keyingisi 3tasini keltirib qo'ydi. Sahobalar ruhan nima qildi? Ezilib qolishdi, cho'kib qolishdi. Shunda payg'ambar alayhisalom sahobalari Makkalik Zubayr ibn al-Avvom raziyallohu anhu aytdiki, inshaalloh Allohning izni bilan men yutmasam bo'lmaycha kerak deb bu yuziga niqob taqib o'rtaga maydonga chiqdi. Orada ancha olishgandan so'ng ikkilar kuch bir-biriga teng kelgandan so'ng hilaga o'tdi. Urush nima? Hila. Bu hila yomon narsasi, yolg'on bo'lmasa, yaxshilik bilan hila qilib, yaxshi murosa qilsa bo'ladigan nuqta. Goho hayotda er-xotinning o'rtasida muomala bo'ladi. Qo'rs bo'lib turib olish xato. Er ham, ayol ham sal-pal yonbosh bersa nima qiladi? Joyiga tushib ketadi, hila qilib, ozgina yaxshi gapirib muomala qilsa bo'ldi. Isloh bo'lib ketadi. Hali sahoba qilichini yo'l tashlab yubordi, sanchib qo'ydi yerga. Matturganlar tishliymiki, nima qildi deb o'ylanib gungacha o'r, narigini tuyasini ustiga o'tib olib, quchoqlab olib, orqasidan yikitdi, qilichni oldiga tushdi, ashitay so'kdi. Sahobalar xursand bo'lib ketdi, Allohu akbar deb baqirishdi. Bu takbirda Madinada haramda turgan ayollar eshitgan ekan. Xursand bo'lib ketishgandan haligi lashkarda ruhan anaqasi oshib ketdi. Ashuni ko'rib payg'ambar alayhisalom har bir payg'ambarda yordamchisi bo'ladi. O'ng qo'l vazir yordamchisi bo'ladi. Meni yordamchim Zubayr degan. O'sha kunda olgan Havariy degan nomda o'sha Uhud jangida olgan. Tushunarligi shu bilan jang boshlanib ketib, Hamza roziyallohu anhu bu sher Allohning sheri edi. Safni yorib oxiri qochdi haligi 3000 askar 700 ta odamdan tumtaraq qochib ketdi. Orqada xotinlar bor edi. Abu Sufyonning xotini Hind va 5-6 xotinlar kelishuvdi. Ey o'g'il bog'lar, qayerga qochishyapsan desa ham qaramasdan qochib ketishdi. Quvlab ketib qolishuvdi. Jangda may turgan sahobalar, voy bizchi. Biz ham olaylik, g'animat olaylik. Trofey olaylik. Ozgina nima qilib dunyo matosi olaylik. Rasululloh aytganini unutib tushib ketib qolishdi. 6 sahoba qoldi, xolos. Ey Rasululloh ketibinglar degan, ey tushib ketib qolishdi. Bundan foydalangan Xolid ibn Valid 200 ta otliq bilan Makka nima qildi? Qarab orqamacha kelishdi. Buni ko'rgan payg'ambarimiz ko'rdi. Rasululloh orqada turuvdi. Ko'rdilarda, xato ketdi. Endi Rasulullohda ikkita variant bor edi. Yo toqqa chiqib ketib qolish, o'zini qutqarib qolish, yo maydonga yugurib borib sahobalarga e'lon qilish. Rasulullohning kimligi bilinib qolsa, hamma kimga qarshi? Rasululloh qarshi. Rasulullohni o'ldirish payti chiqdi. Rasululloh jonini o'rtaga soldida sahobalarni qurbon bo'lib ketsa holini baqirdi. Ey sahobalar, qaytinglar ortimga, men mayerga kelinglar, orqadan kelyapti dedi. Unda o'sha kechib qoldi. Sahobalar kegingacha otliq manaqasi yurib ketib, hamma tepalab o'tib ketdi. Rasululloh ham hududicha chiqib ketdi. Otliqlar bir borib kelgandan keyin hamma 3000 askar haydab bordi. O'rta sahobalar g'ijja bo'lib qolib ketib qoldi. Ashadda o'lib ketdi 70 ta odam. Hamza ashadda o'ldi, roziyallohu shahid bo'ldi va undan boshqa 70 ta sahoba shunda qurbon bo'ldi. Payg'ambarimiz yo'q. Paytda hududda Rasululloh sallam hududi edi. Sahobalar qarasa Rasululloh yo'q. Mus'ab ibn Umayr degan sahoba bilan Makkalik eng katta boy zodagon xotinning farzandi edi. Islom kirgandan keyin onasi qaytasan, onajon men qayta olmayman, men payg'ambarimizga e'tiqod qilganman. Hamma yo'g'ini uzib qo'ydi. Bechoraning ustida nechta yeri yomog'i bor edi, shu boy bola edi o'zi. Rasulullohga yuzi jihatdan o'xshadi.
O'shani shu yerda ko'pchilik o'ldirishadi. Muhammadni o'ldirdi deb o'ylab olishadi. E'lon bo'lib ketadi lashkar ichida. Muhammad o'ldirildi, Muhammad o'ldirildi. Payg'ambarimiz nimaga chiqa olmayapti? Ha. Yo'q. Hududdan chiqish qiyin. Nima edi? To'g'ri, nimaga chiqa olmayapti hududdan? Kim aytadi? Ha, ikkichilar. Ustidagi savut bilan boshi dubulg'a bor edi, u og'irlik qilyapti. Necha yoshda edi payg'ambarimiz? Aytgan odamga hadiyam bor. Aytsin. Ha, yo'q. 46 mi? Ha, yo'q, bor. Xullas, payg'ambar alayhisalom 40 yoshda payg'ambar bo'ldi. 13 Makkada yashadilar. 53 kirdimi? Badr jangi nechinchi yilda bo'lgan? 2-yilda bo'lgan. 55 oldu. 56 yoshda edi. Aytdim 56. Hamma aytdilar tamomad. 56 yosh. Eskida 100 riyol berardi men. 56 yoshdagi sallallohu alayhi vasallam yosh katta kishi edi. Asham bo'lsa ham chiqib olsa bilan chiqa olmay qoldilar. Ungacha jang maydonida ichida sahobalar sarosima tushib qoldi. Muhammad o'ldi. Ba'zi sahobalar kelib mana shu joylarga o'tirib olgan ekan. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu va boshqa sahobalar payg'ambarimiz o'lgan bo'lsa hayotda nima qiziq qoldi. Shokda salvasada kelib o'tirishib olgan. Ana shu yerda sahobalar ichidagi Abdulloh ibn Harom keldi. "Ya Sa'd, nima o'tiribsan? Nima bu o'tirish bu? Payg'ambarimiz o'libdi, endi nima qilishga hayronman. Payg'ambarimiz o'lgan bo'lsa, Rasululloh o'lgan joyda o'lmaylikmi biz? Payg'ambarimiz o'lgan joyda o'lmaylikmi? Rasulullohdan keyin hayotda bizga nima qizig'i bor? Turmaga. Vallohi jannatning hidini hech sizga yapmayardim men. Tur dedi. Ikkalasi turdi, harakat boshlandi, yana orada payg'ambar alayhisalom chiqardi. Chiqarishdi. Chuqurga quduqqa tushgan paytda men duburga Rasululloh betiga kirgan edi. Temiri bo'ladi-yu, ikkita yanog'i kirgan. Endi qonayapti. Rasulullohning bitta chisingan. Endi ahvol og'ir. Rasululloh chiqdilarda aytdilarki, payg'ambarning yuzini qonatgan qavm qanday endi yutsin bular? Qanaqa qilib bular jannatda bo'lib oladi endi? Payg'ambarning yuzini urib qonatgan, o'ldirishga harakat qilgan qavm qanday yutsin bular? Subhanalloh. Dedilarda turdilar, chaqiring, yonida sahoba Sa'd ibn Abi Waqqas chaqiring hammani. Chaqiring. O'zi ham baqirdi, "Ey yigitlar, men mayatdaman, yig'ilaylik meni oldimga" deb baqirdi. Yana ikkinchi bor baqirdi. Hamma Muhammad ovozini eshitib Rasulullohda. Yana ashtamon yurishni boshladi. Sahobalar ham kelyapti, dushmanlar ham kelyapti. Endi iloji yo'q, bo'lmasa hamma sarosima tushib qoldi. Shunda Rasululloh yonida turgan 7 ta ansor bilan 2 ta muhojir sahoba. 7 ta ansorlar himoya qilib turishdi. Payg'ambar alayhisolom aytdiki, bugun qaysi bir odam men bilan shu yerda jon berar ekan, qiyomatga jannatda qo'shnim bo'ladi. Qiyomat kun jannatda meni oldimda qo'shnim bo'ladi dedi. Ana shunda ko'rasizda endi sahobalarni Rasululloh jannatda qo'shnisi bo'lish uchun nimani bergan bo'lardi? Men ham rozi edim. Jon fido edi, Rasulullohni meni qo'shnim bo'ladi jannatda dedi. Hali 7 sahoba hammasi Rasululloh himoyasida turishib oldi. Kelayotganlardi. 2 ta muhojir bor edi. Bittasi Sa'd ibn Abi Waqqas, ikkinchisi Talha ibn Ubaydulloh edi. 2 ta sahoba bor edi. Talha oldiga chiqib oldi, Sa'd ibn Abi Waqqas Rasululloh orqasida edi. Endi kamon otayotgan, nayza otayotgan Sa'd ibn Abi Waqqas Rasululloh o'tiring. Rasululloh o'tiring. Ehtiyot bo'lib Rasululloh o'tirdi. Sa'd ibn Abi Waqqas kamon otib turdi, kelayotganga. Rasululloh aytayapti, kamonni olib, ota enam senga fido bo'lsin, Sa'd ot bolam dedi. Ota enamsiz, bitta odamga Rasululloh ota enasi fido qilgan. Kim o'sha? Sa'd ibn Abi Waqqas. Ota enam senga fido bo'lsin, bir dona odam shu soatga aytgan. Ota enam senga fido bo'lsin, ot Sa'd deb turdi. U aytayapti, otyapman deydi. Ba'zilar kelib dedi, Rasululloh oyog'idan yiqiladi deydi. Kamonni Rasululloh olib beradi, yana otaman deydi, kamon bitta o'q 5-6 marta qaytib kela oldim dedi. Allohning buyrug'i bilan kelib yonimizga yiqilaveradi. Talha deydi, chiqib olgan dedi, qo'li bilan to'siyapti dedi. Kelayotgan qilichni ham to'siyapti dedi. Kamonni ham to'siyapti. Asha asosida bitta kamon kelib, nayza kelib qo'liga sanchildi, o'ng qo'liga. Sanchiruvdi, dedi.
Payg'ambarimiz ashunda ham da'vatni qoldirmadi. Aytki eskida bismillah deganingda hozir shu dayzani bismillah bilan kutib olganingda jannatda qurilayotgan qasrni ko'rarding hozir. Bismillah desa bo'ldi. Ayollardan jannatda qasrini shu dunyoda ko'rgan kim bor? Kim bor? Kim bor? Jannatdagi qasrini yer yuzida ko'rgan ayol bor. Kim bor? Osiyo onamiz Fir'avnda ayol. Fir'avn zulm bergan sari bismillah Allohim sening nomingga deb turgan sari Alloh jannatdagi qasrini ko'zga ko'rsatib beraverdi. Urgan sari kulavergan Osiyo onamiz. Fir'avn urgan sari kulganda bu jinnim qopti bu degan o'g'il. U jannat Robbi ibnili baytan fil janna. Alloh jannatda menga qasrlar qurgin deb turgan, urgan sari. Va najjini min fir'auna va amalihi va najjini min al-qawmiz zolimin. Zolimlardan Alloh tushunarliga hali yer talhani xullas payg'ambarimiz sahobalar kelishdi. Sahobalar kelakkalachida Abu Bakr bor. Rasulullohni o'ldi deganlar hamma shokdan Rasulullohning ovozini eshitib ashtadan yurishib kelish boshladi. Abu Bakr yugurib kelar ekan, bitta sahobani ko'rdi. Mashinada turib o'rganda qilichni ham olyapti, nayzani ham olyapti. Qarab turib, Talha bo'lgan uzoqdan chang, maydon chang. Talha bo'lgan deb niyatda keldi. Nimaga? Birinchidan qabiladoshi edi. Ikkinchidan islomiga Abu Bakr sababchi bo'lgan edi. Shu odam men tura olmagan o'rnimga kim? Talha tursin degan maqsadda Talha bo'lgan deb keldi. Rostdan Talha. Sahobalar yetgan paytda Talha endi kelgandan keyin o'zini tashlab tushdan ketdi. Xon endi 70 nechta ham joydan nayza yedi. Payg'ambar alayhisolom sahobalar kelib qaraysa, menga emas, menga qaranglar, bu ko'proq haqli dedi. Olinglar, olamiz dedi. Endi men Rasulullohda yurishda nima qilyapti? Haligi temir to'siyapti. Chiqaraman deb Abu Bakr harakat qildi, bo'lolmadi. Etlolmadi. Abu Bakr odam Rasulullohga hali mehribon edi. Endi ozor berib qo'ymaydi deb sekin qilib bo'lmay qoldi. Shunda qaysi sahoba chiqargan? Qaysi sahoba chiqargan duburg'asini Rasululloh yuzidan? Yo'q. Ha. Abu Ubayda Omir ibn Jarroh. Qarasa Abu Bakr halimlik qilib eplolmayaptimi? Agar ijozat bersangiz men chiqaray, Abu Bakr dedi. Mayli dedi. Shunday tishini qo'ydi. Qo'lda chiqmayapti. Kelib qolgan. Shiddat ort. Avvalgi tishida ikkita quyonchi bor edi. Mochini tortuvdi. Bittasi chiqdi ham tushib ketdi. Boshqa odam bo'lsa, bo'ldi, iblaga endi oq qarab ketdi, Rasululloh bir chekib borib olgan bo'ladi. To'g'rimi? Hozirgi odamlar bo'lsa. Ikkinchi tishini ham berdi, ikkinchi duburg'ani chiqarish uchun. Achchiqni kamchilik bor. Sahobalar aytadi, ichimizdagi eng chiroyli kamchilik Abu Ubayda deydi. Haligi tishi hurik turar ekan. Tushgandan keyin chiroyli ketdi. Eng chiroyli kamchilik ba'zi insonning labini ustida turadi tishi. Chiqilgandan keyin labi joyiga tushib, hamma joy o'ta chiroyli bo'lib qolgan deydi. Abu Ubayda Omir Jarroh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketdi dedi, sahobalar ko'tarishdi. Rasululloh yo'lda ketar ekan Talhani ahvolini ko'rib aytdiki, "Avjaba Talha. Senga jannat vojib bo'ldi, bolam" dedi. U degan jannat farz bo'ldi degan. Kelishing farz bo'ldi senga. Bo'ldi, eshitib qilib olding sen dedi. Yo'lda ketchar ekan mana toqqa chiqishni boshlashdi. Mana tog'da toq. U tog'ga. Endi chekinyapti bular. Yo'lda katta bir hasan choq chiqdi. Chiqish kerak. Rasululloh chiqish ustida nimasi bor? Sovti bor, duburg'a bor, qonayapti yuzi. Haligini ustida chiqish uchun endi Rasululloh qarasa chiqa olmayapti. Ashunda ham haligi zukko sahoba Talha qon oqyapti, boshqa qilyapti, qarasa bo'lmaydi. Yugurib kelib belini tikka qilib berdi. Bunda yengish berdi. Rasululloh qadamini oyog'ini qo'yar ekan, jannat senga yana bir marta vojib bo'ldi. 2 marta jannatni o'ziga farz qilgan sahoba kim desa, Talha degan sahoba. Jannat shu vojib bo'lganlar hammasi bilan birga payg'ambar Uhud tog'iga chiqib qoldilar. Quraysh mayerda maydonda qoldi. Endi qolganlarni endi iyag'ini kitobda o'zingizlar o'qib olasizlar. Men vaqtlarni olmay, vaqtimiz ham kam. O'lganlarni ustidan kulishib, o'rnini kesib, quloqini kesib, Hamzani qonini yorib, jigarini chaynashib, rosa masxarabozlik qilishgan. Payg'ambar alayhisalom ertadan keyin tushganlar. Tushsa ahvol asha. Rosa yig'ilganlar. Endi rahmi keladi sahobalarini Alloh uchun munnini, Alloh uchun quloqini berganlarni ko'rsa. Aytganlar, men bularga bu dunyoda guvohman. Alloh sen buni chiroyli qabul qilgin. Qiyomat kuni bandam
Munning qani nimaga kesilgansa nima deydi? Alloh sen uchun kesilgan. Guvohligi o'zi bilan bu juda katta sharaf bu ularga berilgan. Shuningdek, Hamzani ko'rib rosa yig'ladilar. Hamzani bitta opasi bor edi. Kim? Ha, kishilardan aka opalar bu safar ha. Ha, kim? Ha? Safiya, aynan Alloh ilm bersin. Haligi lashkar ketarkan, ketib bo'lgandan keyin mayatdagi qirg'inni eshitgan Madinadagi ayollar 5-6 tasi kelishdi boshladi. O'shalarchi Safiya onamiz bor edi. Rasulullohning ammasi, Hamzani opasi edi. Bir qorindan tushgan opasi edi. Eshitib, Hamza o'lganini eshitib chidamadi, yetib keldi. Payg'ambar alayhisalom Hamzani yonib turar ekan, qarasa Safiya ammasi kelyapti. O'g'li kim? Safiyaning o'g'li. Zubayr ibn Avvom. Zubayr ibn Avvomga bor bolam, bor Rasul ayonga kirmasin, men kelmasin, ko'rmasin ukasini dedi. Ko'tara olmaydi, bu burni kesilgan, quloq kesilgan, qonni yorilgan ko'tara olmaydi, bor bolam ayt kelmasin dedi. Yugurib Zubayr, ona dedi, qoch bolam yoningda dedi. Qoch. Ona Rasululloh buyuryapti degan to'xtagan, asha to'xtagan. Ayol kishi bo'lsa ham Rasululloh buyuryapti degandan keyin to'xtagan. Rasululloh bir to'xtayman. Mo kapandol bor ukamga olib berdi. Turibgan ko'rma ishonasizmi? Boshqa ayol bo'lsam ko'rib qoray, hallashib qoray, yo unaqa deyman. Rasululloh buyurayotganmi to'xtayman degan. Kelmadi, ko'rmadi. Shu narsaga qaytib ketaverdi. Safiya onamiz. Payg'ambar alayhisalom hamma shahidlarni jamlab, yig'ib, ana u biz hozir borib salom beradi, maqbaraga nima qilganlar? Ko'mganlar. Endi u paytda ketmon yo'q, kerki yo'q, toshli joy. Haligilar ko'markan Payg'ambar alayhisalom juda qiynalganlar. Endi oson emas, o'zini sevgan sahobalarni o'z qo'llari bilan ko'mishi oson emas. Ko'markanlar qabr ozligidan 35 ta qabr kamlangan. 35 ta. Ikkita odamga bitta qabr. Kimni birinchi qo'yish kerak? Kimi? Ikkita odamning bittasi qaysi biri afzal? Kim afzal? Bu endi ulug' sahoba qolganlarchi? Kimni muqaddam qilganlar? Ha? Yo'q. Qur'onni ko'p bilganlarni muqaddam qilganlar. Qaysi bir ko'p yodlagan deydi sahobalar, "Mo ya Rasululloh, ashini avval qo'yadi." Qarang, Qur'on qanday zo'r narsa ekan. Qancha yodlagansiz siz hozir bilmaysiz, amma parasi ham bor yo'q to'g'risida. Kim ko'p Qur'on yodlagan bo'lsa, bu dunyoda ham, qabrda ham, kerak bo'lsa jannatda ham ko'taradi. Allohning kalomi kallasida bo'lgan odam yutdi bu odam. Qo'lingizdan kelgancha qancha suratni eplasangiz qo'shib ketavering umringiz davomida. Allohning kalomi qabrda yordam beradi. Payg'ambar alayhisalom ashitda ikkovi shahid bo'lmasam, u ham shahid. Qaysi bir ko'proq Qur'on yodlagan deydi. Siz palonchi desa, ashini birinchi olib kelib qo'yishadi. Lekin yoniga ikkinchisini olib kelib qo'yadi. Qarang, qabrda ham muqaddam to'rida kim turar ekan? Qori yoki bitta sura, bitta harf ko'proq yodlagan bo'lsa, shu o'tib ketaverar ekan. Tushunarlik, o'shanda qilib 70 ta sahobalar asha ko'mganlar. Tarix rivoyat, shahidlar qayerda o'lgan bo'lsa, asha ko'miladi deydi. Joni qayerda olgan bo'lsa, shahidlarni asha ko'miladi. Ular alohida joy ko'milmaydi. Ana qabristonga borib ko'mmadi. Yonida qabriston yo'q, shahidlar o'lgan yeri ko'miladi. Bir sahoba mana o tushamiz. Men tog'da yon bag'rida o'lgan ekan, payg'ambar alayhisalom ashaga ko'mamiz dedilar. Uni ashaga ko'mishdi. 150 yildan keyin sel kelib, hali qabrning ustini ochib qo'ydi. Usti ochilib ketdi. Ashitda yotgan shahidning usti ochilib, Rasulullohdan kelgan ancha 140 yildan keyin bo'lgan. Haligi shahidni sahobalar, olimlarni buyrug'i bilan ichkariga nima qilib ko'chirishdi. Ko'chirisharkan, ko'rishgan. 150 yildan keyin sochi oqarib ketgan, xolos boshqa hamma yarashini turgan ekan. Soch prosta oqarib ketgan, kuchi yo'qligidan. Hattoki haligi jildini chekkan paytda qo'lini hali og'riq bo'lgan yer ushlab o'lgan ekan, roziyallohu anhu, shahid bo'lgan ekan. Qo'li qimillab ketsa, qonab oqqan ekan. Avorib ichkari ko'mishgan. Bu ulug' insonlar, biz qilishimiz kerak bo'lgan xizmat ularga nasib bo'ldi. Rasulullohning himoyasiga jonini bergan sahobalar mashhur ko'milgan. Nechtasi? 70 tasi. 70 ta sahoba. Badrda qabristoniga biz avvalgi guruhlar olganmiz. Bu yerda 13 ta sahoba ko'milgan, xolos 13 dona. Mayda 70 ta jannatiy sahobalar bor. Bu yerda Hamza bor. Rasulullohning amakisi,
Shahidlar eng oliysi sayyidi shuhado. Bu yerda Mus'ab bor. Boy, badavlat bola edi. O'lgan kuni boshiga kafan tortsa, oyog'iga yetib ochilib qolardi. Oyog'iga tortsa, boshini ochilib qolardi. "Ya Rasululloh, nima qilamiz?" desa, "Boshini to'singlar, oyog'iga ko'katdan o'rab qo'yamiz" dedilar. Ko'kat o'rab qo'yishgan boy badavlat edi, tushunasizmi? Lekin Alloh taolo bu dunyoning hisobi bilan masakanda. Bu yerda Abdulloh ibn Jahsh bor. Rasulullohning ammasining o'g'li, otgan o'g'li. Bu yerda Payg'ambar alayhisolamning sahobalar ichida eng zo'rlari bor. Jobir ibn Abdullohning otasi Abdulloh ibn Harom bor. Jobir roziyallohu anhuning otasi Uhud jangi bo'lishidan ilgari o'g'li ham, otasi ham jang ketishsa, "Bolam, sen qolasan." 9 ta qizi bo'lgan. Nechta? 9 ta qizli bo'lgan. Lekin biror marta Allohga shikoyat qilmagan ekan. Qizim ko'payib ketdi deb. Hechcha 9 ta qizi bo'lsa, Alloh bergan xursand bo'lar ekan. Bitta o'g'il. Jobir. Jobirga "Bolam, men ko'nglim sezyapti, men ertaga qaytib kelmayman. Ko'nglim sezyapti, men ertaga qaytib kelmayman, bolam. Sen qolasan mendan keyin. Bolalarimga qaraysan, qizlarim sen meni o'rnimga otalik qilasan. Alloh senga yordam bersin. Qarzim ozgina qarzim bor, uyimizdan eplab uzasan bolam. Senga qolasan" deb turib chiqib ketdi. Chiqib shu yerda shahid bo'lgan. O'g'li yetib kelib otasi ustida ho'ng otib yig'layotsa, "Bolam, yig'lama. Otangni farishtalar qanot to'sib soya berib turishdi. Qanotlari bilan osmonga farishtalar to'sib soya beryapti bolam. Bolam" deb yupatgan. Keyin ertasi indin kunlar yana g'amga holda yursa, "Bolam, senga bir narsa aytaman. Juda g'am holda yuribsan. Kecha Alloh taolo jannatda shahid mana shahidlar bilan yuqorida gaplashdi. Otang bilan beparda gaplashdi degan. O'sha ulug' maqom o'sha bitta Abdulloh ibn Harom berilgan. Alloh seni otang bilan beparda gaplashdi. Pardani ochib gaplashgan. Shunday yaqin banda. Nimani hisob qilgan bilmayman. Aytib 9 qiziga sabr bo'lganligidan, Rasululloh uchun jonini berganligidan, ansonlarni tikka qilganligidan, aytib ko'p ishlari bor. Lekin Alloh taolo shu odam shunaqa insonlar bor. Hozir manaqa sekin eplab manaqa tushib, nima qilamiz? Shahidlarga salom beramiz. Haqqiga duo qilamiz. Payg'ambar alayhisalom har haftada bir marta kelib o'yitib turib olmaqlar duo qilardi. O'sha sunnatni amal qilamiz. Chiroyli bo'lib duo qilib, o'shalarni qiyomat kuni jannatda uchrashishni so'rab, inshaalloh ketamiz inshaalloh. Amin. Alloh taolo Parvardigor bu ulug' maqomlarda, bu ulug' joylarda turibsiz Parvardigor. Alloh taolo shu jang bo'lgan kuni biz Parvardigor biz yaralmagan edik Parvardigor. Agar o'sha yerda bo'lsak ham biz seni xizmatingda, payg'ambarning xizmati bo'lardik. Orzuyimiz shu. Alloh taolo biz o'rnimizga xizmat qilgan o'sha ulug' sahobalarni jannatlardan qilgan va o'shalarning yonida o'tirishni bizlarga nasib etgin ya Robbal alamin. Alloh akbar. Yurmay qilinglar. Sekin mana qachon